Aldırılan qarindoshlar, ulus degan vaqtida boshqa tildagi ulus degan so'zlarga qaramaymiz. Tamam? Mesela ulus degan vaqtida fransuzchadagi ulusga yoki mong'olchadagi ulusga qaramaymiz. Biz ulus deganda bu so'zni uyg'urchaga o'zlashtirib akrayli deyapmiz. Buni menday tushuntiray. Jahil degan vaqtimizda uyg'urchada jahil degan tarsa, qashang degan gap. Ammo buni arabchadagi jahilga qarasak, arabchadagi jahil nadon degan gap. Shunga biz jahilni ishlatganda nadon deb tushunishga bo'lmaydi, arabchadagi ma'nosiga, uyg'urchadagi ma'nosiga qaraymiz. Shunga ulus degan so'zni ishlatganda biz nationni tarjima qilyapmiz. Kushapandilar uni qanday ishlatdi degan vaqtda ularni o'xshash ishlatgan, ya'ni Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganda bu masala hal bo'lgan qarindoshlar. Shuni mafkurini butun xalqlarni birlashtirgan narsani qilib bo'lgan ular shu vaqtda. Ammo o'tgan 70 yilning yog'i Xitoylarga dapshaqlari, qiliqlari bilan bizni bo'lib o'tdi, parchalayapti. Sharq Turkistonliklarni parchalayapti ishchilar. Har xil Qalpoq avtonom oblast, avtonom rayonlar bilan bizni bir-birimizga dushman qilyapti. Dunyoda ulus bo'lmagan davlat yo'q. Bir qancha qabiladan boshqa. Hamma davlat ulus davlat. Ulus degan bunday gap. Gollandiya dash millatining davlati emas. Gollandiya ulusining davlati. Sizning millatingiz dash emas, siz Uyg'ur. Ammo siz Gollandiya ulusining bir parchasi. Gollandiyadagi musulmonlar, qartalliklar, aqlar, qaralar hammasi nationning bir parchasi. Etnik dash degan narsa muhim emas. Muhimi ulusal kimlik. Dehqon til degan vaqtimizda davlat kimligi desak bo'ldikenda. Davlatning xalqi degan gapning siyosiy atalg'usi. Millatlar, ya'ni birga yashaydigan birdan ortiq millat birlashib davlat qursa ulus bo'ladi. Tugidigan. Masalan, Qozog'iston bo'lsa emas, millatning davlati deydi. Masalan, Qozog'iston qozoqlarning davlati bo'lsa, Uyg'urlar, ruslar, boshqalarning salohiyati nima bo'ladiki?